Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz himoyalangan virtual xususiy tarmoqlar. VPNning arxitektura turlari. VPNlar foydalanish maqsadiga ko'ra ikki asosiy guruhga bo'linadi. Remote Access VPN masofaviy ulanish. Alohida foydalanuvchini korxona tarmog'iga xavfsiz ulaydi. Bunda qurilmaga maxsus mijoz dasturi o'rnatiladi. Site-to-Site VPN ikki xil geografik nuqtadagi butun boshli tarmoqlarni birlashtiradi. Masalan, bankning Toshkentdagi bosh ofisi va Samarqanddagi filiali o'rtasida doimiy xavfsiz kanal o'rnatish uchun ishlatiladi. Tunnel protokollari. Xavfsizlik qanday ta'minlanadi? VPN ma'lumotlarni paketlarga o'raydi va ularni shifrlaydi. Bunda quyidagi texnik standartlar muhim. IP Security ma'lumotlarni IP darajasida himoya qiladi. U autentikatsiyani shifrlaydi. SSL va TLS ko'pincha brauzer orqali ishlaydigan VPNlarda qo'llaniladi. Bu usulda qo'shimcha dastur o'rnatish shart bo'lmasligi mumkin. IKv2 mobil qurilmalar uchun juda qulay, chunki aloqa uzilib qolsa, ulanishni tezda qayta tiklay oladi. VPNning ko'rinmas xizmatlari. Kill switch. Agar VPN ulanishni kutilmaganda uzilib qolsa, bu funksiya qurilmaning internetga ulanishini darhol to'xtatadi. Bu shifrlanmagan ma'lumotlarning tasodifan ochiq tarmoqqa chiqib ketishining oldini oladi. Split tunneling. Foydalanuvchiga qaysi trafik VPN orqali qaysi biri to'g'ridan-to'g'ri ketishini tanlash imkonini beradi. Masalan, korporativ pochta VPN orqali, YouTube esa oddiy tezlik bilan ishlashi mumkin. No-log policy. Ishonchli VPN provayderlari foydalanuvchining qayerga kirgani haqidagi ma'lumotlarni saqlamaslik majburiyatini oladi. VPN va proxy'ning farqi. Proxy faqat brauzer yoki ma'lum bir ilova darajasida ishlaydi va odatda ma'lumotlarni shifrlamaydi, shunchaki IP manzilini o'zgartiradi. VPN esa butun tizim darajasida ishlaydi va barcha trafikni shifrlaydi. Shuning uchun VPN ancha xavfsizroq. Tarmoq ma'murlari uchun ahamiyati. IT mutaxassislari uchun VPN bu tarmoq segmentatsiyasini saqlash va tashqi hujumlardan himoyalashning asosiy yo'li. Cisco routerlarda yoki firewall qurilmalarida VPN tunnelini to'g'ri sozlash butun korxona ma'lumotlar butunligini kafolatlaydi.